Kardiologik bemorlarda yurak bilan bog'liq bo'lmagan muammolardan biri bu erektil disfunksiya. Lev Tolstoy fikricha, erkak kishi uchun eng kuchli psixoemotsional zarba bu to'shakdagi omadsizlik. Erektil disfunksiya yuzaga kelishi uchun psixoemotsional hamda ruhiy zo'riqish, bundan tashqari surunkali charchash, siydik chiqaruv kanallaridagi yallig'lanish, surunkali shamollash kasalliklari fonida yuzaga keladi. Xo'p, erektil disfunksiyani yurak bilan nima aloqasi bor? Tomirlarda kechadigan yallig'lanish jarayoni hamda aterosklerotik jarayonlar aynan kichkina kalibrdagi tomirlardan boshlanadi. Jumladan, jinsiy olatni qon bilan ta'minlaydigan arteriyalar diametri 1 mm. Qiziq tomoni, yurakni qon bilan ta'minlaydigan toj arteriyalari 4 mm va bosh miyani qon bilan ta'minlaydigan uyqu arteriyalari 5-6 mm. Va jarayon aynan jinsiy olatni qon bilan ta'minlaydigan tomirlardan boshlanish fonida har qanday erkakda dastlab erektil disfunksiya, ya'ni jinsiy ojizlik yuzaga kelishi mumkin. Jarayon chuqurlashib 5-6 yillardan keyin yurak tosh tomirlari jarohatlanish fonida bemorda ishemik kasallik yuzaga keladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, jinsiy ojizlik fonida 5-6 yildan keyin prognostik maqsadda o'sha bemorni IBSga moyilligini xulosa qilish ham mumkin. Shu uchun kardiolog, terapevt va har qanday shifokor qabuliga kelgan 35 yoshdan, 40 yoshdan o'tgan erkaklardan jinsiy muammo bor yo yo'qligini so'rash albatta zarur. Anamniz yig'ayotganda bularni so'rab, bemorda infarktga, insultga, anamniz yig'ish asnosida bemorlarda yurak ishemik kasalligiga yoki insultga moyillik bor yo yo'qligini ham aniqlash mumkin. Shu uchun agar bu videoni ko'rayotib, sizda bunaqa muammoga moyillik sezsangiz, albatta mutaxassisga ko'rinishni tavsiya beraman. Yuragingizni asrang, sog' va salomat bo'ling.